Qo'y, haqiqiy tillaga o'xshatib qo'yilibdi-yu, bu gap yo'q. Aka, yashirin kamera sotadigan do'konda bunga nima balo bor endi? Aka, buni yaqinda olib keltirdik o'zi biz. Agar kim zakaz qilsa, zakazga qarab yasab beramiz. Mana ichiga kamera qo'ysa bo'ladi. Rostdan. Ha, ichiga qo'yib beramiz aka. Qo'y, lekin gap yo'q. Agarda siz ham shunaqa retro qo'lda yasalgan narsalarni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, bemalol ofisingizga mana mashina ichiga yashirin kamerani tiqib qo'yib, kimlarnidir kuzatib yoki переговорda qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni oldini olish maqsadida foydalanishingiz mumkin. Endi bir pastda ko'pchilik komment yozadi: kimnidir oilasini buzib yuborsan yoki nima qilasan shunaqa narsalarni ko'lab deyishingiz mumkin. Agarda yomonlik qidiradigan bo'lsangiz, hamma narsadan topsa bo'ladi. Yaxshilikda foydalanadigan bo'lsangiz, hamma narsadan yaxshilik yo'lida foydalansa bo'ladi. Deyarli endi ba'zi bir narsalar bor, unga mumkin emas. Xullas, gapni ko'paytirmayman. Agarda sizga shunaqa yashirin kamera, proslушка, undan tashqari GPS lar kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab dostavka mavjud. Bemalol pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, uyingizgacha yetkazib beriladi, to'g'rimi? Yetkazib beriladi. Xullas, hozir aloqaga chiqinglar.